Bugun men mana shunaqa blokka 100 kun yashashga harakat qilaman. Qaraman bu yoqqa yashay olamanmi yo'qmi. Bu birinchi epizod bo'ladi. Albatta men sizlarga maroqli xorda tilayman bu video ko'rish uchun. Juda ham zo'r chiqqan. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Mana bolalar bo'lmasa biz ham spam bo'lib oldik. Endi bitta boshlash kerak. Buni yerda yozib qo'yibdi. Xo'sh, bu ana. O'zidan o'zi yo'qolib qoldi qandaydir bo'lib. Kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan keyingi bo'ladi. Короче, bolalar men hozir juda ham ko'p blok qo'ylayman va uni men 2x yoki 3x ga qo'yib yuboraman. Qara maza qilib tomosha qilinglar. Bolalar mana shu yerga men 2x sto'rga tugatdim va ertalab buguncha juda ham ko'p vaqt bor. Shuning uchun men bolalar videoni kesib tashlayman vashi. Qani bo'lsam, go. Va bolalar mana chok bo'ldim. Mana arqamdan quyosh chiqibdi. Endi ko'ramiz nechta loy va nechta dara. Juda ko'p narsa chop qo'yaman bolalar. Mana bunaqa ham bizga juda ham ko'p beradi bolalar. Men короче endi bolalar buni bedda kattalashtirib chiqmasam bo'lmaydi. Xo'sh. Bo'lmasa bolalar buni ham sizlar 2x ga ko'rasizlar. Va bolalar ko'rib turibsizlar, men mana shunaqa platformani tayyorladim. Juda rangi dabdala bo'ldi-ya, bizga bo'laveradi. Xo'sh, endi nima qilamiz? Xo'sh. Nima qilishni o'ylab o'tirsam, xo'sh, xayolimga bitta narsa keldi. Xo'sh, nima qilsam? Bu blok. Xo'sh, mana shu blok va men uni atrofini bezab qo'ydim. Va bolalar ko'rishlaringiz mumkin. Men bu kadrlarga van blokda tepasini shtobi o'yin sig'maydigan qilib, ya'ni o'ttirib yursa sig'adigan qiladigan deb bezatmoqchi edim. Prosta bunga yarim soat unadim. Juda vashi kallam ishlamayapti. Videoni ham juda ham ko'p 2x, 3x qilib tashlaganman. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda bir hazil kadr bo'lgan. Umuman o'xshatolmaganman vashi. Qurganman. Ko'rishlaringiz mumkin. Menimcha video sizlarga yoqibdi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Menimcha bolalar bitirdim. Mabdagi bloklarni qo'yamiz va qo'yildi. Xo'sh, va bo'lmadi vashi musur bo'lashi. Mayli, bizga farqi yo'q, bizga har doim blok chopamiz. Keyin bo'lsa bolalar men yana mayin qilaman. Ketdi. Va endi videoni 2x qilaman turganiga biz ham shunaqa mol berdi. Va men kallamga bitta zo'r g'oya qo'ydim.
qilgan narsalarni qildim. Yetmasligim diyor. Bunu hammasi turgan holda yana qaytadan nimalar qilishga urindim. Va bu molni olib ketmoqchi bo'ldim va o'zimga qarasam bug'doy bor ekan. Va men uni ikkalasini anav qildim va molni oldimga olib keldim. Va qarasam ikkala ban bo'lar ekan va men judayam ko'p mining qilishga ketdim. Va bolalar, men kech bugunicha videoni yana stop qilib turaman. Короче, men qazib ketdim, menga sandiq tushib qoldi va o sandiqning ichini hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Va non. 30 ta non, bitta kirka va bitta suv. Endi men nima qilishni o'zlari tushunib oldinglar. Platforma quramiz. Короче, keyin suvda qo'ydim. Va keyin suvni pasini yopdim. Ana. Va mana suvni ham yopdim. Undan keyin qilgan ishim bundoq qilish. Keyin bu suvni bolalar bundoq qilib olsa, ichiga suv turadi. Lekin ancha chiroyli ko'rinadi. Shuning uchun shunday qildim. Va keyin keyin esa bundoq qilamiz. Bularni bolalar endi ekib chiqamiz hammasini bitta-bitta. Nima? Короче, bolalar bu tomonga ekmayman, chunki qo'g'li yo'q. Bu tomonga blok bo'lib o'sadi. Ana shuning uchun bitta blok tashlab o'stiraman. Mana bunaqa qovunmish. Bu qovun emas, bu qovoq. Nima edi? Nomi tarvuz, bu tarvuz. Tarvuz. Ko'rinishidan ham ko'rinib turibdi, bolalar tarvuzli. Va bizda bolalar urug'lar tugadi, ko'rishlaringiz mumkin. Iloy. Xo'sh, endi mana buni qilib qo'ysa, okey. Xo'sh, bizga taxminli hamma narsa
Bolalar, menimcha shuncha videoga yetadi va biza Van blogimiz xuddi shunday ko'rinishga keldi. Hozir boshida mana shunaqa holatga edi. Lekin hozir ancha o'zgarganmiz. Masalan, mana yoqqa bizani sigirimiz bor. Xo'sh, keyin biz mana shunaqa ferma qurdik bolalar. Juda ham ajoyib ferma va bundan holi biz kelajakda foydalanamiz. Va bizani shunaqa platformamiz bor. Biza bu yoqqa hozirda atigi 3 kun yashadik. Hozir holi bizani ichki qismga 97 kun yashab o'tishimiz kerak. Hammalaringizga xayr.